Assalomu alaykum hammaga. Mana biz hozir Toshkentdagi maktabimizni kampusidamiz. Hozir hovlisi. Mana bu yoqda detskiy plashadkalarimiz bor. Bemalol ko'rish mumkin. O'yinchoqlarimiz, attraksionlarimiz. Pollar, rezina qoplama to'shalgan. Pastdan issiq bermaydi. Yiqilsa ham yumshoq yiqiladi. Bu yoqda gazon zonamiz bor. Bu yoqda bolalar o'tirishi mumkin, ovqatlanishi mumkin. Boshqa payt chiqib o'tirib ovqatlanadi, gaplashadi. Bu yoqda basseynchalar qo'yganmiz. Ikkita basseyncha mana. Maza qilib. Suvlar ham bor. Yuzdakkina orqa chiqishimiz. Bu yoqda ham bor. Kichkina boshlang'ich pachimuchkalar uchun ham zona bor. Pachimuchka zona. Pachimuchka zonada ham o'yinchoqlar, yumshalar, basseyncha, обязательно. Suv. Bu yoqda suv bilan mana yengil attraksion. Bizda живой hayvonlarimiz ham bor. Jonli hayvon, qushlarimiz. Mana bu yoqda to'tilarimiz, bu yoqda quyonimiz ham bor. Mana ona quyon, ota quyon. Bolalar ko'rib, ovqat berib, bemalol yengil. Bitta yetadi. Oldum. Alohida sport zalda. Endi sport zal ko'rsatamiz. Zalda.